Assalomu alaykum, sizlar bilan men Qoroni Qopman. Bugungi videomizda sizlar bilan biz birgalikda o'sha yangi versiya qo'shilgan Happy Gas'da tajribalar o'tkazamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va videoni oxirigacha ko'rsanglar men sizlarga plusiga Minecraft qanday zo'r sozlab olishni o'rgataman. Va biz endi videoni boshlab aytgacha oxirigacha videoni ko'ringlar. Kim eshitmagan bo'lsa men oxirida Minecraftni juda ham zo'r sozlab olishni o'rgataman men sizlarga. Bilasizlar ekanman. Game mode mazur ketamiz. Ovorachilar, agar mana shu videoyim 500 ta like qilsa, men mana shu avtomat modini Telegram kanalimga tashlayman. Telegram kanalimni kim qidirayotgan bo'lsa, havolasi описание va kommentariyada bo'ladi. Описаниеda bo'lmasa kommentariyada bo'lmasa описаниеda qorasini olamiz. Men yaxshi ko'rgan rangim. Va hozir Happy Gas sizlarga ko'rsataman. Mana Dread Happy Gas 2 obunachilar sizlarga bitta gapda bu versiya meni Telegram kanalimda emas, Shoh akan Telegram kanaliga yukladim. Endi obunachilar qani biz oddiy gas bilan Happy Gas chachmasni qilib ko'ramiz. Qanday boshqacha bo'lar ekan u moblar. Aytgancha keyin bu Dread gaz deb qo'yamiz, qurib qolgan gaz. Bola paqir yomon o'zidan ketgan. Tak. Ma'moqchi edim men, bo'ldi esimga tushdi. Qani obunachilar, sizlar bu bola paqirni ustiga uni qo'yib qo'yasizlar, so'qib qo'yasizlar. Keyin bola paqir o'ziga kelishni boshlaydi. Obunachilar, hech kim sinab ko'rmagan teoriyani sinab ko'ramiz biz hozir. Betgan xuddi shunaqa narsa qazib olamiz. Happy Gas'ni bolasini hozir bir lavaga uzib qo'yamiz. Ana bola paqir qani bu? Turbanchida bola paqir. Mazza qil. Hech obunachilar video 20 minut bo'ladi. Chunki mana 20 minutdan keyin basharasi o'zgaradi. Qani edi buni basharasi? Mana bashara o'zgaradi, eslab qo'yinglar. 20 minutdan keyin lavaga solib qo'yganimni ham ko'ramiz. Va men obunachilar davom ettiraman. Xush. Gaz qochib ketmasligi uchun qopqon quramiz. Qopqon sizlarga zerikarli bo'ladi ko'rish. Mana qopqonchani ham qurib oldik. O'zi ham qopqonmisan, qopqon. O'pqon bilsa endi gaz qayilma, gazni tuxum ham tirjayib turar ekan. Happy Gas. Miyang uray. Qalamo tirjayibgina turar ekan mana. Tirjayibgina turar ekan mana. Mana tirjayib turar ekan mana bo'lsa. Hozir baryer bilan olib chiqaman men buni. Gef kuchasi. Baryer. Opki baryerda. Normalistlar ko'rishlari uchun baryer bilan olib chiqamiz hamma joyini. Buni tezroq mashqasi qilib boramiz-da. Qavas qurgan joyimni ko'rsatmayman. Obunachilar mana baryer meni kuzatyapti, qaranglar. Aylansam aylanadi, o'ynasam o'ynaydi, raqsga tushsam raqsga tushadi. Bu gaz qisib tura olmas ekan bu joyda. Betga bunday. Qani chiqolmaydi endi tochni. Vop qo'yamiz. Biratim basharangizga oyog'im naun desa. Sen maun deysan, sen mana maki desa maki. Maki. Tip ko'tarishimiz kerak. Ko'tib ko'tarib men buni hozir. Men endi hayotdan chiqib keta olmasa kerak endi. Sharing oyog'im tez ko'tarilsa-chi. Zo'r tammas. Hayotda chiqa olmaydi bu tardisar gasvachchi. O gasvachchi o'zi bir gasvachchamiz uyg'onmayapti chota. Tasni lavaga solib qo'ygan bu bilachilar. Ha bu mayli sinab ko'rish endi bu. Bu sinab ko'rish, bu qiynashga kirmaydi. Hoppa. Nimaga buncha gaz spam qilmayapti? Yo mana hozir. Mana qisibgina o'tira olmasa ekan bular. Korotchi. Biz buni shunday sinab ko'ramiz, chunki struktura qurib o'tirishga vaqtim yo'q. Oddiy gaz toshimizga ataka berar, keyin buni ustida qani? Buni ustiga turib mollab tura olmas ekan biz. Happy Gas bizga vachchi ataka bermay, keyin buni ustida tursa ham bo'ladi. Ustiga chiqib olsalaring bo'ladi.
Buni oddiy gaz ustiga chiqib bo'lmaysizlar, mindirmaydi. Mana ichiga kirib ketasizlar. Endi happy gaz. Buni ichiga kirib ketamizmi biz qani? Buni ichiga kirib ketar ekanmiz, lekin tepasiga chiqib olsalar bo'lar, keyin buni minsalaring ham bo'lar ekan bu gazni. Right. Buni turishini qaranglar, turishimni qaranglar. Jazda krasavchik bo'laman, ko'rasizlar, krasavchik bo'laman-da. Rasmga tushirib olish kerak, videoni boshiga qo'yib qo'yaman. Hazilchi videoni boshiga qo'yaman buni. Lekin betga 4 o'yinchi o'tirsa bo'ladi deb eshitganman men. Tekshirib ko'ramiz. Orqasiga o'tirib olaman men. Tayyormi? Yo'q, faqat oldiga o'tirib olayotganman. Uch osmonga. Bo'ldi, o'yin qilmaymiz. Endi bu happy gasda biz xarakteristika o'rganib chiqamiz xolos shuni. Buni ip olsak qochib ketadi deb bitasini tekshirib ko'ramiz. Maki, sen maki. O'qitsam? Yo'q, qo'rqoq, mana ki. Ipdan qo'rqar ekan bu. Maki, sen maki. Nezirga buni olib ketamiz. Xolos videoni to'xtatib turaman, nezirga borgunimcha. Obrashlar mana. Demurkan portal tayyor. Endi bu yonadimi, yo'q bilmayman lekin. Ishlamasligi ehtimoli 0 ga 1. Yondirgan qo'yib qo'ydim mana. Rosa katta quribman o'zi ham. Sal qisqartiramiz. Qisqardi zatto mana shunday. Yonsang-chi, la'nat portal. Balki buni igniga ham qisqartirish kerakdir buni. Portal qurish bo'yicha mahoratim yo'q o'tardi. Sal oshirib yuboribman. Hali boshqa qurish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Bitta blok ko'paytirib 2 3 4 5. Endi nima qilamiz? Sana pastga tushib tepaga qo'plashamiz. Eng katta portal menimcha hozir boya men qurganim bo'ldi. Mana ishlar ekan. Kattagina bo'lib, buyoqqa qilib maki desin, maki sen. Maki sen, maki. Buyoqqa maki desin, maki desin. Maki sen, maki. Ashtka. Sindiramiz. Bizni qo'limizga olib. Ibi. Portalchi turgan ekanman men. Makelum men bilan makemadi-ku. Qani yuppi gaz, yuppi gaz. Qochib ketibdi bu yoqqa. Maki desin, maki sen. Qotib yeysan, maki endi. Menga uzman. Qorniqob 2012-yovuz. Lev portalga kirmas ekan, qo'rqoq ekan. Qani o'zi? Le portal kirib ketdi. Menimcha hozir xafagasga aylanib qolgan bo'lsa kerak, a? Le mana Slither o'tib ketdi, yo'q. U mana shu yerda turgan ekan. Yo'q, bu xafagasga aylanmas ekan bu. Lava ta'sir qilmaymi bunga ham? Bunga lava ta'sir qilar ekan. Qoch obunachilar. Bu gazni bilan nezir deb tushunlaring bo'lar ekan, lekin bunga lava ta'sir qilar ekan. Fatabaq bo'ldi endi. Lekin bunga lava ta'sir qilar ekan. Gaz qo'yib o'tishamiz. Qarindoshing yig'loq gazlar. Böyle bu oxirgi joni bilan meni himoya qilyapti. Pastga chiqib begasim. Nezirga botchalaring bo'lar ekan, yig'loq gaz bo'lmas ekan, lekin yig'loq gazdan farqli o'laroq bunga lava ta'sir qilar ekan. Afsuski. O'yin razrabochiklar lekin buni bekor qilgan. Birinchidan oddiy gazga
lava ta'sir qilmaydi-yu, buni ustiga o'tsak bizga ham lava ta'sir qilmasdi, zo'r bo'lardi. O, tirjayib turishni qaranglar, do'g'rachilar, tirjayib turadi shunday. Endi bu yoqqa dahshat ko'p qilib qo'yib tashlaymiz. Bolachasi. Mana bolachasi. Uka make desa ukacha make. Make. Make desa. Qiz bolasini ustiga tursa bo'larmikin? Bolasini ustiga turish katta xato ekan, bo'lachilar. Qani. Maydacha qani maydacha. Make desa maydacha. Razrabochilar sheyda boplabdi-ya, kepegasiga qor bilan ovqatlantirasizlar gazda. Xulosa bunachilar, mana videomiz oxirlab qoldi. Men sizlarga va'da berganimda zo'r narsa o'rgataman hozir men sizlarga. Hozir birinchi portal qurib olaymi? Men o'zim buncha katta quryapman. Okay. Shunday tarda bu ya. Lekin bolachasi yomon ekan, lekin bolachasi yomon shirin ekan. Endi survival o'tib bir marta o'lish kerak. Hozir biz lavaga qo'yib kelganmizga. Xabar o'ldim. Men happy gaz qo'ydim deb bilib ozli gaz qo'yib qo'yibman. Basharasi o'zgardimi? Bachani shuncha paytda mana endi o'zgardi. Xulosa bunachilar, bu birinchi zo'r bo'lgandan keyin qaytamiz. Mana gaz uyg'ongiz kelmayapti. Uyg'on atrofida aylanish kerak buni. Uyg'on sanchi basharangga. Eng yaxshi ko'rgan avtomatim. Klashlamay qoldi-ku bu. Ta'sir qilmaymi? Yomon merganman, qarala. Qo'yasizlar, yomon merganman-da. Yaxshi ko'rgan qurolim, men zo'r qurolman, beynay. Umuman qotmaydi. Lekin buni o'g'lanishi yomon, do'g'rachilar buni o'qitib kelgandan keyin uxlamay qoladi. Shu o'qini qo'llarida olib turib, bosib tursanglar, o'sha beynayni qaytib o'qiyveradi o'zi. Mayli obunachilar, buni chiqishini kutib o'tirmaymiz. Eng qizig'ini hozir ko'ramiz biz. Lavaga solib qo'yganmiz, basharasi o'zgardimi ekan. Bu hali qurib qo'ygan gazmi? Yo'q, obunachilar, lavaga solsanglar battar bo'lar ekan. Eskisini ko'raylikchi, oddiysini. Kelasam xafa gaz bo'lib qoldi. Xafa bo'lib turaverar ekan obunachilar. Va'da bergandim men sizlarga sozlamalar o'rgataman, zo'r sozlamalarni. Settingga tezroq kirsakchi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga katta rahmat va qaranglar. Bu bilan show koordinatalarni yo'qasizlar. Bu bilan sizlar o'yin kunlarini ko'rsanglar bo'ladi. Keyin obunachilar nimani ko'rsatmoqchi men sizlarga? Qaranglar, Touchga kirasizlar. Pastroq qo'yasizlar. Pick blockni yoqib qo'ysalaring. Va pick block degan narsa yoqib qo'ysalaring. Sizlarga mana shunaqa narsa beraman, mana shunaqa. Mana shu narsa bergandan keyin mana mana shu to'rtburchak narsa chiqib qoladi. Shu to'rtburchak narsani bitta bosib, любой blok ustiga bossalang beradi. Yoki biron mob ustiga bossalaring tuxumini beradi. Va hozir men keyingi sizlarga zo'r narsani ko'rsataman. Touchga kirasizlar, pastroq qo'yasizlar va show kamera perspektiv button degan narsa yoqib qo'yasizlar. Mana ko'z qo'shib berasizlar. O'zinglarni ko'rsanglar bo'ladi bu ko'z bilan. O'shalar mumkinki keyin videoga o'tasizlar. Mana hit pepper doll degan narsa yopiq bo'ladi. Shuni o'chirib qo'ysanglar, yoqiq bo'ladi. O'chirib qo'ysanglar, mana chekkada 3 ta personajlarni ko'rsatib turadi. Utsanglar, yugursanglar. Va obunachilar, bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqansa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Va keyingi video nima haqida bo'lsin, shuni ham kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.